Assalomualaykum Gavhar Krol obunachilari. Yaxshimisizlar? Quyosh qo'llari, tunsizlar, bu sizlarga quyonni ovqat haqida gaplashamiz. Qanaqa ovqat berishimizni. O'qukalar ko'rishinglar mumkin. Yangi o'zining ichida o 8 xil elementi bor. Bug'doyi ham bor, arpasi ham bor, FCNGasi ham bor. Hamma narsa qo'shilgan. Pochoq berish shart emas, mana shuni bersana bo'ldi. Qo'shimchasiga yana ham bonus bo'lsin desana, beda qo'shib beringlar bitta. Bundan aytilib qachqirim beringlar. Bo'ldi, mana shuni o'zi zo'r. Oqa ko'rib turibsizlar mana. Uloq olsin 6000 so'm, shu don. Qopga chaqitsan 6200 so'mdan tushadi. Chaqit o'yinagacha tashlab ketish bilan 165 ming, 170 ming boradi bir qopi. Mesela 100 ta, 120 ta qo'yan boqmasana, 3 ta, 4 ta, 5 ta boqadigan bo'lsan, shuni ham o'ldirmasdan faqat shundan bersan, o'lmadi. Pochoq, xolot, piyoz, karamlarni berasana, o'qukalar o'lib ketadi. Shuning uchun mana shunaqa ovqatini bersana, xudo xolisa, hammasi inshaalloh zo'r bo'ladi. Siz bilan biz sotuvchidan keyin natijaga chiqa olamiz. Obuna bo'lishni unutmang, sog' salomat bo'linglar. Mana bu kichkina quyanchilikka like bosib qo'ysizlar.